Assalomu alaykum hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva molozlar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida o'zimizning xonadonimizdan bomba video qilamiz. Qo'ldan kelgancha aksiyalarda qilib bir narxlarini chiroyli qilib qo'yib yondiramiz akalar. Mollarga to'ldirib oldim molxona, xudo xolasa. Hamma molga sotuvga chiqaramiz. Hammasini xudo xolasa bo'shatamiz. Hammasiga bitta sanayman deganiga ham, donalab olaman deganiga ham chiroyli qilib narx-navolarni yopishtirib ozgina strahobkasini olib sotuvga qo'yamiz. Xudo xolasa yaxshi video bo'ladi. Qo'ldan kelgancha chiroyli video olishga harakat qilamiz akalar, ukalar. Bizlarni kuzatib boringlar, bizdan uzoqlashmanglar. Shunaqa katta videolarni, katta partiyalardan qurib qolmaysizlar. Shuncha molni ichida sizlarni ham qaysidir bittalaringda nasibalaring bo'lishi mumkin. Kelib olib ketaverasizlar. Mana yangi tuqqan kerakina bo'ladigan yangi tuqqani 7 oylik bo'g'ozi kerak deganga mana 7 oylik. Mana kechroq bo'g'oz 15 taga yaqin suti bor deganiga mana 15 taga yaqin suti bor. Silos kepiga 2 oylik bo'g'oz, 7 oylik bo'g'oz, bunaqasi 6 oylik bo'g'oz. Bu yangi tug'di. Bolasini o'zcha mana emib yotibdi. Bu qocha polvongina 3 kunlik bo'ldi. Shopillatib yotibdi. Rossiyskiy xunajin kerak deganlarga mana unisi shoxi bori rossiyskiy. Mana unisi Germaniya gallan. So'skalarni qaranglar. Qochib qolgan molga o'xshab. Do'ppida yana sopib turlar endi. Sizlar novoz yurmagan bilmayman. Bo'g'oz chiqsa baxtlaring. Qisir chiqsa ham vashi zo'r narsa bo'laveradi bular. Xunajin ikkovi ola paroda ishqibozlariga, o'sha rossiyskiy gallan ishqibozlariga mana bor. Chista sut yo'nalish deyiladi. Xudo xolasa birinchi tug'ishda ham 30 dan tepasi sut yorib qo'yadiganlar. Mana 6 oylik bo'g'ozimiz. Mana bu yerda to'rt dona 2 oylik o'ta baquvvat, o'ta chiroylilardan ham bor. Bularni ham to'liq ma'lumotlarni beramiz akalar. Mollarimiz ko'p, no'vozcha kerak. No'voz olishim kerak deganga mana gibrid ishqiboziga gibrid buqachamiz bor. Bo'ylar 1.8 atrofida. Mana 1.10 kelib qoladi mana no'vozimiz mana. Toza semental mana. Semental kerak deganlarga mana akalar. Kimga mana qanaqasidan kerak? Sutga to'ygan polvonlar mana. Gibrid qaranglar, o'shim bo'ling narsa. Ba'zi sutga to'yib, sutga cho'milgan. Mana bo'ylari 1.20 6 oylik atrofida mana. Kelib o'lchab olaverasizlar bo'yini. Tana 1.20 6 oylik. Shu buqalarimiz ham sotiladi akalar. Mana 11 oylik atrofida. Buni ham bo'yi 1.20. Sal qarg'usi qolib ketgan ona yeb ichishi dahshat. Xudo xolasa yeb ichishdan aybi yo'q. Yeb tursa o'zgaraveradi. Pul yengillardan xudo xolasa hamma yo'qdan olib kelib qo'yganmiz akalar. Ko'rib tomosha qilib bitta tars qilib layklar bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa hammasini ma'lumotini beramiz bitta o'tkazib. Kimga qaysi biri kerak bo'lsa yo hammasini bitta joyga olaman degani bo'lsa ham farqi yo'q. Kimda sharoiti qaysi tarafga yursa yurilaveradi bizga. Video davomida xato va kamchiliklar yo'q qo'ysak, bilmay noto'g'ri gapirib, noto'g'ri ma'lumot berib qo'ysak, ming bor uzrlaymiz. Xudo xolasa videoni chiroyli olib borishga harakat qilamiz. Kommentariyada sizlar ham iliq fikrlarni bildirib,
layklar bosib, podeshka qilib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Negativcha aka-ukalar shaxsiyatga tegmasdan qimmat bo'lsa jicha qimmat etib qo'ydingiz. Mana unisi bunaqa ekan, unisi bunaqa ekan deb yozaveringlar bemalol. Lekin shaxsiyatga o'tilmasin aka-ukalar. O'zlaring sizlar ham gunoh orttirib olmanglar oddiy videoni deb. Biz chiroyli video olishga harakat qilamiz. Qisqasi dilorzorlik bo'lmasin, ishni qilaylik. Mana akalar, mollarimiz yeb turgan narsa sigirlarniki ham shu. Oddiy silos, somon, kepe, vilafos degan vitamin, keyin kalsiyimiz bor. Shuni yeyishadi. Chit-chit aralashtirib kunjara bunaqa nima beramiz. Bizga ortiqcha sut kerak yo'q, chunki shu buzolar to'ydirib bersa bo'ladi. Rasxod qilmaymiz. Silos bilan somon, kepe, vilafos vitamin, kalsiy vitaminlarni beramiz. Shularning hammasi yeydi. Shu holatda sutlari shunchadan. Hammasini sutini birma-bir tanishasizlar. Birinchi katta mollarimizdan tanishtirsak. Kattalarimizni mana shu toza sementlar, pulvaznoylar bari uchinchisiga bo'g'oz. Mana shu yeb turgani mana 7 oylik bo'g'oz, tishirasi 6 ta tergan. Bir mahal yotqizib qo'ydik, bir mahalda ham 10 ta sut beryapti. Pashta 7 oylik bo'lib qolgan. Qorinni ko'rib turibsizlar. Endi bu bitta tug'an, ikkita tug'an Xudo bilan. Bunisi ko'rib ikkita tug'ishi mumkin deyapti. Lekin menga qolsa bitta tuqqani yaxshi. Mana haqqa korobkalar, kichkina narsa bas o'ta katta, provoznoy. Avstriya davlatidan kelgan bunaqa bitta tug'ilgan mol bas akalar. O'sha yerda tug'ilib, qorinda bo'g'oz bo'lib, fermaga kelgan, fermadan olganmiz. Tishini, qonini, bo'g'ozligini, hamma yo'g'ini bemalol kelib tekshirib olaverasizlar akalar. Bo'ylari 1.50, uchinchisiga bo'g'oz. Yeb ichishi zo'r, suti zo'r, to'rososka ishlaydi, nuqsoni yo'q. 56 million so'm xayri bor akalar. 56 million so'm xayri bor. Hozir bunday baqa haydaymiz. O'shni ko'rasizlar. Cho. Ama o'ta yemsaq, nafs ochmol. Shu. Yeyishdan umuman kamchiligi yo'q. O'ta yemsaq mana. Mana akalar. Yirik narsa bunaqa kichkina mollar. O'ta yirik karabil. Yeyishiga chidagan olaversin. Bunaqali 7 xil yemdi, silosga aralashtirib bersa, bu ham shu holatida 7 oylik bo'g'ozni ham holatida ham 20 dan o'ynatib beradi. Lekin sutdan chiqarib yuborish kerak. Men hali sutdan chiqara olmayapman, vaqtim bo'lmayapti. Siz sutdan chiqadigan holatga kelib bo'lganman. 2 oy kutsa, chiroyli qilib Xudo xolasa bittami, ikkitami bo'g'ozmi, xonajimmi tug'ib beradi. 56 million so'm ozgina xayri bor, so'raverasizlar. Mana birinchisini 3 kun bo'ldi tuqqaniga. Bu ashlar mana shunaqa sigirlar chetdan kelganda birinchi qorin mana shunaqa tuqqan va shu qorinda kelganda enasi qisqasi. Keyin katta bo'lib qochib mana shu buzovni tug'di. Bolasini o'g'izcha mana. Bolasi ham kattagina 3 kunlik buzov. Hozir ko'rsataman, yonrog'idan olib mana. Mana akalar, pachka bolasi ham bunaqa jichchagina tug'ilgan buzov bas, xohlasa. Menimcha bir 50 kiloga yaqin deb bo'lsa kerak. Qolgan endi Alloh mana. Ko'ringlar. Mana akalar. 46 million so'mga xayri bor. Xudo xolasa sekin ishlarni bo'shatyapmiz. Bunaqa hali oyoq ko'tarib, bunaqa odati yo'q. Spakoyniy mol tek turadi. Bunaqa psix mol bas. 46 millionga ozgina xayri bor, so'raverasizlar. Bolasini o'g'izcha. Mana bu sigirimiz ham 3-chisiga bo'g'oz. Mana sigir bilan bitta nimada kelgan mashinada. Mana molimiz to'rososkasi ishlaydi. Molimiz 6 oylikka bordi. O'ta karabil, undan ham katta. Ayniqsa mana shu bel qismlariga keladigan bo'lsak, o'ta tepasi yirik mol. Yana ham bu endi et oyapti. 8-9 oylikka borib qolsa, indamay 800 kiloning tepasida kelaveradi mol.
O'ta katta mol. Suti ham behisob beradi. 4 sotkasi ishlaydi. 6 oylik bo'g'oz. 52 millionga xayri bor buni ham. Qani hayding. Hozirgi kunda shu oddiy silosga 15 taga yaqin sut beryapti. Endi bunaqa yem-pem berib olganimiz yo'q. Mana novosimiz 10 oylik. 120 dan balandroq. Yeb ichish joyida, oyoq qo'li sog'lom, jichcha parvozsiz qolgan, lekin hozir olib chiroyli yemni berib tursa, silosda qolib ketgan mol qisqasi, toza semental olma. Enotasi tayin fermadan olingan. Jichcha silosda qarovsiz qolib ketgan, lekin nima deydi, buni ham tushunadi, hali zo'r ketadi degani haqiqiy ishqiboz bor buni ham. Puli ham yengil xudo xolasa. Bo'ylari 120 dan baland, 10 oylik atrofida novoscha. Lekin akalar yeb ichishi zo'r. Xudo xolasa yaxshi yem yeb tursa, gazini bosib yuboraveradi. 10 oylik, 11 oylik bo'lgan. Mana arqa taraflar. Jichcha qarovsiz, pardozsiz qo'yganlar. Mana akalar. Buni narxi 26,5 million so'm. Xayri bor. Telefon qilib, xayriga so'rab olaverasizlar. 26,5 ga o'tib beramiz. Bu sigirimizga keladigan bo'lsa, akalar, onasi semental, otasi gallan, sementaldan qochgan, mana xunajin tuqqan paytda 25 kunga borib qoldi. Bolasi xunajin. Buni ustini to'g'ri sog'olganim yo'q, g'ashta mollarim bor, bezo'lar bor, bezo'lar emadi. Lekin akalar apparatga tekturmadi. Qo'lda ham jichcha tepiya qitig'i bor. Endi xunajinda birinchisiga bo'g'oz. Endi eplab olaman deganiga sotilaveradi, jichcha kuchliroq. Aybini aytib sotgan yaxshi. Jichcha yelanida qitig'i ko'proq. Lekin molimiz o'ta yirik, yaxshi narsa olsa bitta xonadonni sutga to'ydiraveradi. Agar yaxshi yem berib tursa, oxirini to'ldirib, yemini chiroyli qilib o'sha 7 xil, 8 xil yemlardan berib tursa, indamasdan 25 ta atrofida sutini beraversa kerak. Buni shu ena bolasini 48 millionga xayrini qilib beramiz, so'rashaveradi akalar. Bemalol telefon qilib, narx-navosini tortishib, so'rab olaverasizlar. Yemekda bitta molimiz baqib ketibdi. Chu. Mana akalar. Bitta novosimiz bor, mana tepaga chiqyapti. O'zicha. Mana. Mashi kibrit bilan akalar. Shigirutni. Mana semental bo'ylar tepada mana. Bir xildan mol. Soq kuydirilgan, buni kuymagan. Semental nimani gibridni onasi rossiyskiy, otasi semental. Ikkovini bo'yi 1.10 pastrog'ida, 1.5 dan balandroq, 1.8 atrofida keladi akalar. Ammo gibrid bunga nisbatan pachkaroq, chiroyliroq, chunki sutga to'ygan mol. Enasini emib turgan mol mana. Oyoq qo'llarni ko'ringlar, o'ta baquvvat, sutga to'ygan variantidan. Ularda 23,5 milliondan xayri bor. Ammo semental toza, 100% toza narsa, fermadan chiqqan toza semental. 23 milliondan deyapmiz, 23,5 milliondan xayri bor. O'tib beramiz. 23 milliondan qilib beraveramiz. O'shanda ham xayrini qilib beramiz, so'raverasizlar. Ammo ozginadan xayri bor, yopishtirib aytyapmiz akalar. 23 milliondan xayriga o'tib beringlar. Yeb ichishi 10 da, sog'lig'iga 100% bexijolat kelib ko'raverasizlar, zotiga bexijolat. Bunisi toza semental, narigisi gibrid. Onasi rossiyskiy, otasi semental bo'lgan. Ammo chista sutga to'ygan. Chista sutga to'ygan. Mana semental. Ikkovini bitta joyga olib tashab qo'ysa, xudo xolasa yaxshi pul olar. Mana sementalimiz 6 oylik atrofidagi
Simental bo'yi 1.20. Xudo xolasa tanax keladi 1.20. 6 oylik atrofida ovozcha. Ma, vaqtga ma. Menga qarama. Bo'yi 1.20, yoshi 6 oylik. Buni 26 millionga ozgina o'tib beramiz akalar. Bitta o'rnidami? Toza simental firmani moli, uni Rossiyadan yo Qozoqdan yo bozordan kelgan mol bas. Toza naslchilik firmani moli. Bilmayman narsa. Endi qaysi mollarimiz qo'yapti? Ana yerda 2 oylik bo'g'ozimiz bor. Shu bo'g'oz tanishtirsak. Bu adashmasam Slovakiya. Bo'yi 1.50 dan balandroq. Shu juda eng yirik sigiram. Bo'g'ozligi ham 2,5 oylik, 2 oylik atrofida 46 millionga o'tib beraman buni. Suti ham behisob. Yaxshi yem berib tursa 20 dan tepasida hozirgi holatida ham suti bor. O'zi bo'g'oz. Bo'g'oz mol qochgandan keyin обязательно ukalar suti pasayadi. Endi men unaqa sutga asob ishlamayman, unaqa yemni kuchaytirib bermayman. Lekin bersa beraveradigan mollar. Hammasi привозный narsalar, katta sigirlar. Mana enasining qonida kelib qochib, mana birinchi bolasini tug'di mana shu yerda. Ularga keladigan bo'lsak, kichik turlar endi sizlar. Mana shunisi galna. Galishtayn. Germaniyaning Galishtayn zoti. Ana bor Germaniyadan enalari kelgan. Galishtayn unaj. Buni ham bo'yi indamay 1.20 keladi. Yoshi 10 oylik atrofida. 10 oylik, 11 oylik atrofida. Sutga to'yib katta o'ygani. Xudo xolasa sigir olsa indamasdan shu 25 ta atrofida sut beraversa kerak birinchi xorim. Bunga 23,5 million hayranaqa beramiz akalar. 23,5 ga o'tib beriladi. Kelib ko'rib olaveringlar, yoqiydigan zavatskiy to'qol. Unaqa nima bas. Zavatskiy to'qol. 10 oylik atrofidagi unaja. Omad sut yoradigan chista sut yo'nalishdagi unajimiz. Kelib sutda ko'rsalar hamma molimiz yoqadi. Hammasining navosi o'ziga yarasha bo'yadigan bittaman. Kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Endi mana bu yerda rossiyskiy poroda, eski rossiyskiy parodalar bo'lardi. O'shalarni. Mana. Men shunga hayronman-da. U yerini birinchi marta ko'ryapman. Yosh xonazim not so'skasini ko'r, kasasini ko'rsanani, shuncha kasa solib qo'ygan. Mana yerini. Un qaranglar mana. Ko'ringlar. Mana qarab turinglar ana. U kasasi yenini ishib qo'ygan. Shunday birinchi marta ko'rishim shunaqa mol. Ammo eski rossiyskiy mollardan xudo xolasa bu suti yorsa kerak. Zo'r bersa kerak. Hozirdan shunchalik bu kasasi. Mana qaranglar. Kattagina-da. Kelib ko'ringlar-da, o'zlaring hayron qolasizlar. Xudo xolasa, sut yo'nalishida sut uchun ishlayman deganlarga o'najinlarimiz bor. Ikkovini ham 23,5 milliondan xayrini qilib beramiz akalar. Xayri bor, so'raverasizlar. Ammo gibridda bori bilgan biladi, bilmagan o'zi biladigan narsa bor. Ancha-munchasi buni bilmaydi. Hali xalqimiz gibridni to'liq tushungani yo'q. Bir xil gibridlar akalar joyi chiqib qolsa, simentaldan ham o'ta yirik bo'lyapti. Va qo'shib 2 yoshida 1 tonnadan tepasiga chiqadi. Endi ko'raverasizlar. Buni o'zi boqib yurgan odam tushunadi. Omad sutga to'ygan. Rasa polvon kelib sutda ko'ringlar.
ko'rib olgan yetmaydi. Mana mollarimiz. Mana sigirlarimiz. İçide 3 ta shu toza sementdan 4 ta sigirim bo'lsa, toza sementdan. 3 tasi привозной, bittasi o'sha qorinda kelgan. Mol eng yoqqani mana shu. O'zimga ham eng yoqqan sigir shu. Kelib ko'ringlar. Xudo xolasa ko'rgan odam shifoz bo'lib qoladigan yaxshi narsa. Mana bu yerda 2 haftalik sistemda bo'zog'imiz bor. Mana yotibdilar, nomozcha. 15,5 millionga hayrana qilib beramiz. 2 haftalik. Ana tashqarida 4 taligimiz sheriga oyog'ini jicha qayryapti. Keyinchalik yaxshi bo'lib ketsa sotuvga qo'yaman. Hozircha yotadi. Endi bu tarafga o'tadigan bo'lsak, akalar, bu tarafimizda mana 4 ta buzochamiz bor. 2 oylik atrofida haqiqiy nasl uchun boqaman, zot uchun deganlarga hali sut yemayapti akalar. Ona kepe meda yeb yotishibdi. Tepadan qaranglar. Behisob sut yemishar bor-u, sut sog'mayman, mana shularga qo'yib beraman. Xohlagancha yemishar. 20 litr bersa 20 litrda, 15 litr bersa 15 litrda ko'rib oyapti har bittasi. Bularni to'rovini bitta joyga oladiganlarga 96 millionga xayri bor. Ozgina xayri bor. Shu 4 ta bezot bitta joyga olaman deganga 96 million xayri bor. Mana akalar. Bunlar xudo xolasa hammasini tanishtirdik degan umiddaman. Bu yerda общий soni o'sha katta, kichik hammasi bo'lib 20 ta mol bor. 20 ta molni bitta joyga hammasini bitta bo'shattiraman, olib o'zim sotaman, yo bo'lmasam ferma qilaman, shu hamma molingni olib deganlarga akalar 500 million, 25 milliondan hisoblanadi. O'sha 55 million, 56 millionlik, 50 millionlik, 45 millionlik, 40 millionlik hammasi qo'yoq suyuq ichida katta kichkina bo'lib 25 milliondan ketadi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishaversin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida. Nomerimiz 91 159 4050. Mana qaranglar, urishishni. Video davomida xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, uzr so'raymiz aka-ukalar. Qo'ldan kelgancha chiroyli video oldik degan umiddamiz. Videolar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab podpiska qilib turaverasizlar. Mollarimizni xohlasa kelib sizda ko'rib olaveringlar, hammasi yoqadigan. Rossiyskiy qora ola parodi ishqibozlari ham o'zi biladi, ko'rgani. Qaranglar. O'tda sutdon narsa. Sigir qilsa behisob sutni beraveradi. Kelib ustida ko'rib talashim netib olaverasizlar akalar. Hamma molimiz sotuvga chiqardi. Nomerlarimizni ekranlarga yozib ketamiz. 91 159 4050. Xudo xolasa ko'rganda ko'rishguncha keyingi videolarimizda muntazam kuzatib borish uchun albatta obuna bo'lib, like'lar bosib, podpiska qilib turinglar akalar. Qo'ldan kelgancha yana videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Jonlaring omon bo'lsin. Sog' bo'linglar.